Euro 6 dafımızda 460'lık motor pompası gelgan. Pompamıza kichik pastlik bilan rem komplekt qoqib berdik. Rem komplektimiz Vespa firma. Kichik pastligimiz Turkiya Arcos firma pastligi. O'rtoqlar, iloji boricha pompalarga e'tiborli bo'linglar. Kichik endi shunday katushkasi bo'ladi. Agar pastlik o'g'ilib katushka deydigan bo'lsa, shunday kuydirib mashinaga o'tib ketishi ham mumkin. И pompa bırakıp ketadi. Ni za что только uzaysa kishilarga lishni расход bo'ladi. Iltimos, iloji boricha mutaxassislarga ko'rsatinglardan yana hozir bir pompa keldilar. Euro 6 dafni 480lik motorni pompasi shuna uchun emas, ochib tashladilar. No'nglarni kelib turibdilar. Kimga pompa remont xizmati kerak bo'lsa, telefon nomerini qoldiramiz. Aloqa qilib berasizlar. Sifatli, garantiyali xizmatlar uzarimizda. Adres Xanqa vokzal. Zaporobcha 70 eski mo'y o'rnida.